Uchtepa tumani O'rikzor Residence, O'rikzor bozori shunday yonida, 16 etajli novostroykaning 1-etajida 74 kvadrat shuni ko'chib kirishga tayyor mebel texnikasi bilan kvartiramizda arzon narxda kanalida 74.900 dollarga obzor qilib beramiz. Ikkita sanuzelli kvartira. Pod'ezd eshigimizdan kirganimizda chap qo'lda birinchi sanuzeli, sanuzeli ham keng. Undan o'tganimizda ota-onalar yotoqxonasi, zali, oshxona va bolalar yotoqxonasi. Kirganimizda chap qo'lda birinchi ota-onalar yotoqxonasi, chiroyli gilamlar, pardalar taqib qo'yilgan. Bu yoqda ikkinchi ota-onalar yotoqxonasi uchun maxsus sanuzel. Bu yoqda hozir bolalar yotoqxonasi bo'lib turibdi, lekin kattakon zali bo'ladi. Bu yerda ham mebellar qolyapti, texnika ham qolyapti. Sal konditsioner sal vaqt o'tgan ekan. Bu yoqda mana oshxonasi, steralka, xolodilnik, kuxonniy mebel hammasi qolyapti. Bemalol stol qo'yib choy ichib o'tirsalaringiz bo'ladi, arendaga bersalaringiz ham hamma narsa tayyor bo'lib turibdi. Novostroykaning eng afzallik tarafi bilasizlar, mana katyoli o'zi isitilinishi. Bu yoq mana bolalar yotoqxonasi. Kvartira faqat naqdga sotiladi, ustida o'tib beradigan joylari bor. 74.900 dollar, 74 kvadrat, 16 etajli 1-etajda. Arzon, yaxshi variantlarni yo'qotib qo'ymaslik uchun kanalimizga obuna bo'lib qo'ying.